Ko'pchilik so'ragan don mahsulotlarini mana shu holatda kepi hamda yorma darajasida chiqazib bera oladigan universal tegirmonlarimiz kelgan. Hozir ikkalasini ham qisqacha ma'lumotlari hamda videoni oxirigacha ko'rsangiz ishlash jarayonigacha ko'rsatib o'taman va kimdaki mana shu un tegirmonlaridan xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda pastiga nomer qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi akalar. 1 soatda 500-600 kilogacha bug'doylarni, makkalarni, don mahsulotlarini mana shu ko'rsatib o'tganimdaqa kepi, yorma, un darajasida chiqazib bera oladi. Eng qiziq joyi oddiy 224 ga bemalol ishlaydi akalar. Ikki xil modeli kelgan, ahamiyat berasizlar. Birinchi xil modelini tanishtirishni boshladim. Xo'p, ishlash prinsipi juda ham oddiy. O'zi mana shunaqa shlanka yordamida don mahsulotlaringiz o'zi avtomatik so'rib oladi va ichkari tomonida bunkerida don mahsulotlarini maydalab, oldi tomonidan tayyor bo'lgan mahsulotni boshqa idishga to'kib bera oladi. Xo'p, ichki tomondagi pichoqlarini ko'ramiz deganlarga bir qator mana pichoqlarini ham ochib ko'rsataman akalar. Ichki tomonlarni ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari o'ta qalin pichoqlardan bo'ladi. Don mahsuloti bu yerdan ichkariga kirgandan keyin mana shu pichoqlar yordamida maydalanadi va maydalanib mana shu setkani razmeriga to'g'ri kelgandan keyin elanib pastki tomonga tushib mana shu bunkerdan siz istagan qopga yoki bironta boshqa bunkerga to'kib bera oladi. Ichida ikki xil mana shunaqa 03-05 setkasi bor. Xohlasangiz bundan mayinroq setkalar ham bor, qo'yib ishlatsangiz undan ham mayin qilib chiqazib bera oladi. Bu universal varianti, chunki buni o'zini addenni tevaga bunkerga otib berish uchun yana bitta remen qo'shib ishlangan model hisoblanadi. Motori 3 kilovatdan 5,5 kilovatgacha motor qo'yilaveradi. Narx-navosi motoriga qarab o'zgaradi. Eng arzoni $250, eng qimmat modeli $350 bor. Komplekti ikkita selkasi, shu ikkita setkasi beriladi. O'sha motoriga qarab turib kelishtirib qilib beramiz. Bu yonida turgani bu ham xuddi shu prinsip, faqatgina buni bunkerda o'ziga addenli havo bermaydi. Boshqacharoq variant bo'ladi. Buni ham lekin ishlash prinsipi bir xil. Bu ham o'zi avtomatik donni tortib oladi, ichkari tomondan maydalab, tevadan tushirib beradi. Maksimalni esa normasi ikkalasida ham bir xil 500 kilodan, faqatgina buni qoplab berishi yaxshiroq. Narx-navosini aytib o'tdim. Eng arzoni $250 dan boshlab turib $350, $400 gacha bor bunaqalar bizda. Kimga shuni narx-navosi to'liq ma'lumoti bilan qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Boshqa turdagi texnikalar qiziq bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Endi bitta buni ishlash jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Qani, ketdi. Endi ko'rishinglar mumkin. Makkani zapravka qildik. Endi makka chiqashini ko'ramiz mana. Keling, ahamiyat berasizlar. Makkalarda akalar ko'rib turibsizlar, zo'g'oradaqa daji mayin qilib chiqazib beradi. Bu apparatimiz ichida o'zi setkalari bor, shu setkalarni alishtirib, kattaroq, yirikroq qilib chiqarsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Mana akalar, makkani chiqazganini ham ko'rishinglar mumkin. Makkalarni ham juda ham mayin qilib chiqazib beryapti, ishlashiga sifat